Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun balg'ari tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan farmakologik ta'siri bilan sizlarni qisqacha tanishtirib chiqamiz. Balg'ari ruschasiga perits struchkoviy ikki xil bo'ladi. Shirin balg'ari va achchiq balg'ari, ya'ni xalq tilida achchiq garmdori. Yashil balg'arni tarkibida kremniy moddasi ko'p bo'ladi. Kremniy moddasi teri bezini ishini yaxshilaydi. Suyakni to'g'ri o'sishida, siydik yo'li toshini erishida qatnashadi. Kremniy kislotasi, ya'ni silikat kislotasi siydik yo'ldagi toshlarni kolloid holatga, ya'ni xalq tilida erigan holatga keltiradi. Ichakda gaz to'planishini oldini oladi. Qizil balg'ari tarkibida qand, kraxmal, oqsil, moy, ovqat tolalari, ya'ni kletchatka, vitaminlardan vitamin C, PP, B1, B2, B6, B9, karotin va boshqalar bor. Mikro va makro elementlardan natriy, kaliy, kalsiy, temir, fosfor va boshqalar bor. Achchiq balg'arni tarkibida esa kapsitsin, karotin, vitamin C, solanin, efir moylari bor. Lekin achchiq balg'arida vitamin B gruppasi juda kam miqdorda bo'ladi. Qisqacha qilib balg'arlarni farqlari bilan tanishib chiqsak. Ko'k balg'ari siydik yo'ldagi toshlarni erishiga ta'sir qiladi. Achchiq balg'ari esa siydik yo'lida tosh hosil qilish ehtimoli bor hisoblanadi. Qizil balg'arida vitaminlar miqdori ko'p bo'ladi. Endi achchiq balg'ari bilan tanishib chiqsak. Birinchi, achchiq balg'ari tarkibida kapsitsin achchiq modda bo'lib, oshqozon ichak sistemasiga, buyrakka kuchli ta'sir qiladi. Oshqozon ichakda kasallik bo'lsa qo'zg'atib qo'yadi. Misol uchun, oshqozon ichak yara kasalligida iste'mol qilish kerak emas. Achchiq balg'ari ovqat hazmini yaxshilaydi. Ikkinchi, achchiq balg'ari ko'p iste'mol qilinsa, buyrakda qum hosil qilish ehtimoli bor. Uchinchi, teri osti kapillyar tomirlarni kengaytirishi hisobiga teri orqali issiqlik ajralib chiqishi kuchayadi, ya'ni odam terlaydi. Yana bakteriyalarga qarshi, ya'ni bakteriotsid ta'sirga ega. Janubiy Amerika qit'asi aholisi yoki boshqa joydagi aholilar ko'p iste'mol qiladi, lekin kapsitsin moddasi organizmga salbiy ta'sir qilmaydi degan o'rinli savol berishadi. Boshqa iqlim sharoitida yashaydigan aholini organizmi shu iqlim sharoitiga moslashgan bo'ladi. Shuning uchun bu iqlim sharoitida yashab moslashgan insonlar achchiq garmdorni ko'proq iste'mol qilishadi. Kapsitsin achchiq moddasi yog'da eriydi. Shuning uchun agarda garmdorni iste'mol qilganda og'iz achisa yoki qo'l bilan garmdorni ishlatganda qo'l achchiq bo'lib qolsa, garmdorni bu ta'sirini faqat yog' bilan oson ketkazish mumkin. Buning uchun bir bo'lak sariyog' iste'mol qilish kifoya. Shunda og'izdagi achchiq ham ketadi. Qo'lni esa ixtiyoriy yog' bilan artish kerak. To'rtinchi, solanin moddasi salbiy ta'sirini ham unutmaslik kerak. Solanin moddasi saponin moddasiga o'xshab qondagi eritrotsitlarni parchalashi hisobiga qonda bilirubin oshib ketadi. Organizmda ko'p hosil bo'lgan bilirubin esa jigar va buyrakni kasal qilish ehtimoli bor. Shuning uchun buyrak va jigar kasalliklarida achchiq qalampir iste'mol qilishni tavsiya qilishmaydi. Shuni ham eslatib o'tmoqchimizki, mijozga to'g'ri kelmasa, achchiq garmdori buyrakda tosh hosil qilish ehtimoli ham bor. Beshinchi, ba'zi bir ko'z kasalliklarida va qon kasalliklarida ham tavsiya qilishda ehtiyot bo'lgan yaxshi hisoblanadi. Demak,
qonda gemoglobini kamlar iste'mol qilmagani yaxshi. 6. Ba'zi manbalarda yozilishicha, achchiq garmdori o'pka va miya kapillyar qon tomirlarini ham kengaytiradi. O'pka kapillyarlarining kengayishi hisobiga qonda kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatida immun tizimiga ta'sir qiladi. Bu degani achchiq garmdorini iste'mol qilish degani emas. Agar mijoziga to'g'ri kelsa, iste'mol qilgan yaxshi hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, ba'zi bir bosh miya va ko'z kasalliklarida kislotasi ko'p bo'lgan gastrit va oshqozon ichak yara kasalligida, jigar va buyrak kasalliklarida achchiq garmdori iste'mol qilish mumkin emasligi Xolmatov основные лекарственные растения Sredney Aziya darslik 1984-yil 112-betda berilgan ma'lumot. Bozorlarda sotiladigan sun'iy yo'l bilan tayyorlangan garmdorni organizmga ta'siri to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan. Shuning uchun tabiiy garmdorni quritib olib ishlatgan yaxshi hisoblanadi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Balg'ari uchun meditsinada o'qiladigan Xolmatov Alimbekov основные лекарственные растения Sredney Aziya Учебник для фармакологов и врачей 1984-yil 111-bet. Xolmatov farmakognoziya darslik 1995-yil 316-bet. Akopov важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение darslik 1990-yil 145-bet va boshqa kitoblardan foydalandik.